Sanjarda advokat sifatida shuni aytishim mumkinki, mazkur sud jarayonlarida bizlar sud tergov davomida aniqlangan dalillar, to'plangan hujjatlar, dastlabki tergovda qilingan hujjatlar va boshqa dalillarni inobatga olgan holda, agarda sud odilona va asoslantirilgan xolisona qaror qabul qiladigan bo'lsa, bizlarni o'zimizni, ya'ni himoya pozitsiyasini shaxsiy o'sha o'zimizni fikrimiz bo'yicha Sanjar Karimovni bu yerda ayblanayotgan 3 ta epizod bo'yicha ham aybi yo'q. Men O'zbekistonda vatanimga sadoqat bilan xizmat qilaman deb mana shu yerda qolganman ketmasdan. Men ko'chada yursam ko'proq aholiga, insonlarga foyda tegishini turmada o'tirganimdan ko'ra shuni ta'kidlab o'tmoqchiman, rais etuvchi. Men nalog to'layman, ish joyi yarataman, odamlarga yordam beraman, to'g'ri hayot tizimini kechiraman, rais etuvchi. Men bilmovdim bu uchiga chiqqan apris bunchalik mana pakstal qilib ketishini. Ona bola yozib olib mana. To'g'risi mana Alloh guvoh. Meni чисто красиво подставили. Hozir hamma ko'rsatmalarda har xil yolg'on gaplar gapirilyapti. Mana aybi bo'lmasa nimaga menga telefon qilib o'g'limga yolg'on ko'rsatma berishga majbur qiladi? Ularni go'daga chaqirib, menga qarshi ariza yozishga chaqirishyapti. Yaxshilik qilishdan boshlandi hammasi. Qancha tuhmatlarga qoldik. 200 ming AQSh dollarini o'sha o'g'lim o'zi yeb ichib yormagan-ku, o'sha Ibrohim degan bolada-ku. Bugungi sud protsess jarayonida, demak, sud joyida ajrim qildi. Bugun qisman iltimosnomamiz qanoatlantirildi. Iltimosnomamiz shundan iborat ediki, Sanjar Karimov tomonidan yetkazilgan zarar to'liq qoplanishi maqsadida ushbu yuqorida ko'rsatilgan uyni, demak, taxtdan yechish hamda Alimbayevalar nomiga qayta rasmiylashtirish uchun. Aytdim-ku, uzr so'raganman u qilgan haqoratimga. Undan keyin mana suhbatdan bo'lgan. Shuning uchun bu audiozapis eshittirilganda yana ma'lum bo'ladi. Bu haligacha o'zi hali qamalgunicha, даже qamalib ketib o'sha yerda kirib o'tirgan taqdirda ham advokatlari kirib Toshturmaga o'g'limga ugroza qilishib, ko'rsatmayni o'zgartirishini, ko'rsatmasini o'zgartirmasini, narkotikka ham o'g'limni sherik qilishini, yana haligi hisob qo'shib berishini, yana boshqatdan qayta sudlanishini o'g'limga ugroza shunaqa tahdidlar qilib o'g'limni haligacha qo'rqitib kelgan. Narkotik moddalarning topilishi bo'yicha hozir aytilyapti, o'sha qaysidir odamlar ishtirok etgan, qaysidir masalalar qaysilari yo'q, mana shu bo'yicha. Endi ikki og'iz so'z. Bu topilgan narkotik moddalar bitta xonadonga sanksiya olinyapti-da, 4 tasiga kirib ketilyapti. Bitta xonadonga sanksiya olib. Yana-ku mayli, uni kirishdan oldin eshikni buzib, umuman boshqa xonadonga kirib ketilyapti. Sanksiyani ham kechiktirib bo'lmaydigan sanksiyani ham mana 158-JPKda yozib qo'yilgan tintuv qoidalari. Kimnikida, qayerda? Kimnikida, qayerda sanksiyasiga asosan bitta xonadonga kirish bo'lsa, granitsa sanksiya degan narsa bo'lishi kerak. Чисто красиво подставили. Ikki og'iz so'z. Bu topilgan narkotik moddalar bitta xonadonga sanksiya olinyapti-da, 4 tasiga kirib ketilyapti. Bitta xonadonga sanksiya olib. Yana-ku mayli, uni kirishdan oldin eshikni buzib, umuman boshqa xonadonga kirib ketilyapti. Endi sanksiyani ham kechiktirib bo'lmaydigan sanksiyani ham mana 158-JPKda yozib qo'yilgan tintuv qoidalari. Kimnikida, qayerda? Kimnikida, qayerda sanksiyasiga asosan bitta xonadonga kirish bo'lsa, granitsa sanksiya degan narsa bo'lishi kerak. Bu narsa endi Siz rahmatulloh qo'rqitgan bo'lsangiz nima yana u bilan gaplashyapsiz? Rahmatulloh men bilan agar qo'rqitgan bo'lsam, haqorat qilgan bo'lsam, nima sababdan u men bilan yana o'g'li sirib qo'ygandan keyin yana gaplashyapti, iltimos qilyaptiki, meni chaqirishyapti. Ariza ustingdan yozgani debdi. Uyushtirilgan deb o'ylaysan bu narsani? Albatta. Mana uzoq aytdim-ku. Mana men hammaga bir narsani aytaman. To'g'risi mana Alloh guvoh. Meni чисто красиво подставили. Meni подставили. Afsus. Bu apris qochoq kuyov. Bu apris. Bu oilani qaqshatdi. Bu oila ko'chada qolmasligi uchun men bularga birinchi taklif bergandimki, kelinglar ko'chada qolmanglar. Kvartira olib beraylik. Bular yo'q deyishdi. Oxiri mana yana bir bor sizga ta'kidlab o'tmoqchiman. O'tgan sudda Muhammad Amin akaning gapi bo'ldi. Men 65 yoshga kirdim. Hozir 65 yoshga kirdim. Bunaqa uyga yana topishga
ahvolim, sog'lig'im, sharoitim yetarmikin degandan keyin rais etuvchi tintuv sanksiyalarni mana ko'rdingiz, mana nomimda bir nechta uylar borligini men maqtamayman, faqat to'g'ri tushuning. Men aytdimki, otam o'tib qoldi 40 kuni. Shu insonni otamdek ko'rdim deb berib yuboraman deb men prokuroriyam oldiga borganman. Muhammad Amin aka, мы с вами по-мужски поговорим. Men aytdimki, ayollar siz o'zimiz erkakcha gaplashaylik. Muhammad Amin aka aytdiki, o'g'lim, men ishondim shu bolaga. Qo'li ko'ksida, mana gapigacha aytayapman. Qo'li ko'ksida BMW'da yuribdi. Kuyov qilaman degdim-da, o'zidan kuyovsiz-ku axir dedi. Men aytdimki, Muhammad Amin aka, menga bitta narsa ayting dedim. Men shu xatoga men to'lashga tayyorman, men to'layapman. Bering hujjatingizni desam, aytdilarki, Sanjar, это настоящий мужской поступок dedilar. Uylarda bir piyola choy ichganman men. Uylarda men erkakcha gaplashganman. Shu gapimda men turaman deb oxirigacha turdim men. Yuzlashtiruv bo'lganda ham Alimbayevlar oilasiga men aytdimki, men sizlarga emas, men erkakcha Muhammad Amin akaga va'da berganman degan maqsad. Endi aybimga iqrorligimni shu yerda ta'kidlab o'tmoqchiman. 168-modda bo'yicha. Mana uyni qaytarib berdim bularga. O uylar o'zingizga buyursin. O'zingizga buyursin. Lekin bir narsa tilab qolamanki, boshqa bunaqa o'xshagan inson kuyov umuman uchramasin hayotingizda ham. Bu narsani Alloh sizlardan ham nimadir asrab qoldi. Lekin men juda qattiq og'riq ushab qoldim. Jabr ko'rdim. 240 ming tilxat yozdirgan, aslida 200 ming bergan, o'sha bergan pulini o'zini atrofidagi Ibrohim degan do'stlariga o'zini Ahraniki bilan olib borib bergan. O'g'lim firibgar bo'lganda, u pulni olib Dubayga qochib ketarmidi? Shu 200 ming AQSh dollari hozir qayerda, nimaga qaytarilmayapti shu haqida? U o'sha Ibrohim degan bolaga o'sha ish ochilmayapti. Bu tergovda shularni Sanjar Karimov qolgan do'stlari, o'zi bilan birga bo'lgan, hamma ishtirok etgan odamlarni jalb qilinganda bu oydinlik kiritilardi. Demak, sizningcha o'rtada o'sha zanjirni uzib turgan, ya'ni boshqa odamlar bor. Boshqa odamlar bor. O'sha Almaz bor, o'sha Dubayda o'tirgan Maqsad bor, Ibrohim bor. Bular hammasi bitta gruppa bo'lib, o'g'lim ustidan ariza yozdirib, qamatib yuborsak qutulamiz bundan, buni bo'ynida qolib ketadi degan. Yana bitta audiozapisda ham bor. Baribir ham o'g'ling qamaladi, 9 yil baribir ham oladi. Shuning uchun men uyni ham bo'yniga olsin. Men zato seni o'g'lingni 3 yilda olib chiqib olaman degan zapislar ham bor. Bu narsalar ham mana sizga ham taqdim etganman. Menimcha o'sha zapislarni ham keyingi nimada o'zligi sudyalar alohida eshitaman deyishdi. Buni hammasi do'stlarini hammasini jalb qilinsa, bu ishga qaytadan ko'rilsa, bunga oydinlik kiritiladi. Yo'qmasam hamma narsa mana shunaqa yopiqlikcha qolib ketaveradi. Mana Sanjar Karimovdan olib ketdim. Xizmatchi qazi bo'lgan, xizmatchi oxirigacha to'lovni yopmaganligi sabab. Men u mashina menga tegishli bo'lmasa, menga tegishli bo'lmasa, aytibki, ber mashinamni, bo'lmasa ugonga beraman dedi. Kalitimni ber dedi. Nimalarni yechib oldi shu? Kalitimni ber deyapti. Men nimasini yechib olaman? So'raydi, balonda nimadir deysiz, balonda mashinani ham berib oldim. Ikkinchi o'ziga tegishli bo'lgan mashinani o'ziga bermoqchiman. Tekrar tashlab ketgan. Hatto qo'ydik o'ziga aytib kelib aytibdi, aka, bu mashinani men sotib olganman deb rais uchun menga oldi sotish shartnomani ko'rsatib taqdim qilgandan keyin men berib olganim qanday? Qonun doirasida u yerga Taniqli avtobloger va tadbirkor Real Sanjik taxallusi bilan tanilgan Sanjar Karimovga oid jinoyat ishida sud tergovi yakunlandi. 1-may kungi sud majlisida prokuror muzokara nutqiga chiqib, birinchi tergovdagi savollar aytilyaptiki, mana shulardan biri. Karimov nomiga nima sababdan rasmiylashtirib bergansiz? Javobi shundan iboratki, men Rismatov Shayxzod aytgan gapi bo'yicha uning nomiga rasmiylashtirib berganman. Rismatov Shayxzod Sanjar Karimov o'zi meni oldimda olib kelib tadbirkorlik uchun u odam shu mablag'ni berib turganligini aytgan edi. Birinchi ko'rsatmasida barcha hammani oilaviy pokazaniyasi shundan iboratki,
Rismatov Shahzod bizni oldimizga kelgan, pul so'rab. Haqiqiy bor narsani aytgan holda bu nimadan iborat? Buni kuyov ushab qolmoqchi bo'lganmi? Kuyov ketayotdi, aytayotdiki, "Meni qarzim bor ekan, to'y qila olmayman. To'yga qilishga imkoniyatim yo'q, qarzdorlarim to'y qilishga qo'ymayapti." degan holatda nima qilib yordam qilsak bo'ladi to'yga baribir ushab qolish uchun desa, u aytganki, "Uylarni sotinglar, men pulim biznesga pulimni aylantiray" degan. Bular rozi bo'lyapti-ku. Mayli bitta odam Alimbayevani javobiga aytadigan, eshitadigan bo'lsak, "Men oldi sotdi notarius ko'rmaganman, eshitmaganman, yozuvni ko'rmaganman, notarius menga o'qib bermagan" deydi. Kechirasiz, hurmatli rais etuvchi. Qaysi respublikada shu notarius bor ekanki, oldi sotdi shartnomasini o'qib bermaydi axir. Oddiy mashina sotayotgan bo'lganimizda ham oldi sotdi sotuvchi, sotib oluvchi deb axir o'qib beradi-ku. Men pul bilan rais etuvchi, o'zingiz amin bo'ldingiz, hamma bilib turibdi men bu yerda pul berganimni. Men tasavvur qilmas edim rais etuvchi pul berib odam qamalishini-da. Mana Toshturmada o'tiraman, ular aytadiki, "Eski mancha, eski muncha" deydi. Men aytamanki, "Men pul berib qamalib qoldim" deyman hammaga. Rostdan ham men pul bilan notariusga bordim, ushatdim qo'liga. Ular aytdiki, "Pulni mana odamga berib yuborasan, sanab oladi" dedi. U odam kim? Begona uchinchi shaxs odam emas axir. U odam bir qadam oilaga bir qadam yetmasdan oila a'zosi axir. Uni o'zi agar biznesi, ishi o'xshamasa, menda ayb nima? Men pressani oldida hammaga aytib o'tmoqchimanki, nahotki O'zbekistonda nomaqbul dalil ishlamasa, nahotki shunchaki odamlar kirib topgan narsasini bemalol aylantirib olib ketsa bo'ladi. Nahotki O'zbekistonda nomaqbul dalil ishlamasa, nahotki O'zbekistonga butunlay boshqa adresga kirib xohlagan narsasini olib chiqib tashab ketib olib ketishsa bo'ladi. Kimga men nimadir mahsulot sotaman, 400 ming so'mlik o'sha narsani, o'sha kimdirga sotishga meni shu hurmatli fuqarolar, chiqolamiz. Nahotki shu narsaga shu men zorman, shu 400 ming so'mlik narsani axir nomaqbul dalil, Oliy sud plenum qaror 24-chi. Nahotki bu ishlamasa, men o'ylaymanki sud nohaqli, adolatsiz, xolisona qaror chiqarmadi. Apellyatsiya albatta yozishga majbur bo'laman. Nahotki sud nomaqbul dalil, Oliy sud plenum qarori 2dan 3 qism sudyalar bu narsani, generalniy prokuror, adliya vaziri bu narsani ko'rib chiqadi. Yuring. Nomaqbul dalil O'zbekistonda ishlamaydimi? Butun O'zbekiston qarab turdi mana shu sudga.